Qolgan ishga qor yog'ar. Ha, bu naql haqiqat ekanligi bugun ham ayon bo'ldi. Yozda boshlangan muammo qishga davom etdi. Aynan mana shu hududdan bir guruh fuqarolar prezidentimizga va tegishli mutasaddi tashkilotlarga mol mulki va yerlarini tadbirkor bilan o'zaro kelishuv oldi statusini hali ham ola olmaganligi haqida iltimosnomalar, murojaatlar yo'llangan edi. Va o'sha murojaatlarda aynan ta'kidlab aytilgan davlat xususiy sherikchiligi asosida qurilgan bog'cha uchun garovga bo'lganligi sababli mol mulk va yerlar oldi statusi bo'lmaganligi ta'kidlanadi. Biz esa ana shu davlat sherikchiligi asosida qurilgan bog'cha faoliyati bilan tanishishni maqsad qildik va jurnalistik surishtiruv olib bormoqdamiz. 253 sonli yer ajratish bo'yicha to'g'risidagi qaror bilan qo'shma bitim imzolanyapti. To'g'rimi? Yanglishmadimmi? qaysi qaror bilan? 253 bilan. 250 yer ajratish bo'yicha chiqqan qaror bo'yicha bular bilan bitim shakllantirilyapti deyapti. Ha, mana 253 bu. U qo'shma bitim. O'sha 253 sonli qaror bilan shakllantirilgan 150 o'rinli bog'cha borib ko'rsak bo'ladimi? Qurilishi loyihalarini. Bu bitim qarang, bu hokimning qarori, tuman hokimining qarori. Bu maktabgacha ta'lim vazirining qarori. Va bitimi to'g'ri, noto'g'ri chiqqan degan xulosa berishga meni haqqim yo'q. Biz bitim haqida bir e'tirozimiz yo'q. Faqat bitim talablari bajarildimi degan savolimiz bor. Mana shu qaror va bitim asosida bog'cha 150 o'rinli bog'cha qurilganmi aka? Bor. Xohlasangiz rasmlarni ko'rsataman. Mana turibdi rasmlar. Qarang, 3 ta bog'cha, 3 ta bino. Orqasida endi mana orqasida nimalari bor mana 3 ta bino. Bu eski foydalanmay turgan bog'chani remont qilib foydalanishga topshirish to'g'risida. Hozir aka ko'rsatayotgan suratlar bizdagi ma'lumotga ko'ra o'sha rekonstruksiya qilingan bog'cha. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Xo'sh, savollarimizga asta-sekinlik bilan yarim yil davomida javob topishga harakat qildik. Natijada tadbirkorga bog'cha qurish uchun Quyi-Chirchiq tumani hokimligidan 2 ta qaror qabul qilinadi. Biri bajarilib, ikkinchisiga qo'l ham urilmaydi. Yuqorida ko'p bor ta'kidlangani, vazirlik bilan qo'shma bitim tuzilishiga sabab bo'lgan 253-sonli qaror talablari bajarilmasdan qoladi. Qo'shma bitim talablari bajarilmasa, bekor qilinishi aytiladi. Ammo shu kunga qadar bekor bo'lmaydi. Nega? Tadbirkor foydalanilmay turgan bolalar bog'chasini ta'mirlab, barchani qo'shma bitim talablari bajarildi deb ishontirib kelmoqda. Aslida esa ikki qaror bilan ushbu hududda 150 o'rinli 2 ta bog'cha qurilib, foydalanishga topshirilishini bugun mas'ullar negadir tan olishni istashmayapti. Rekonstruksiya qilingan, lekin 150 o'rinli bog'cha qurilmagan. Eski holati, yangi holati. Hammasi bor. Mana bu loyihasi, mana bu smetasi. Barakallah. Hozir endi qilish, topshirish, dalolatnomalarigacha hamma narsa bor. Bunga gap yo'q. Bu 1253 bilan qilingan ishlar. Endi noldan qurish deganda fundament ochib, menimcha kanal 150 o'rinli bog'cha qurur deb topshiriq beryapti, to'g'rimi? Birinchi qaror. Ha. O'sha bog'chanikini ko'raylik, bo'ldi. Surishtiruvimiz orqali Quyi-Chirchiq tumani hokimining 253-sonli qarori talablari bajarilmagani aniq bo'ldi. Javob esa bizda qator savollarni yuzaga chiqardi. Birinchi, Quyi-Chirchiq tuman hokimining 253-sonli qarori 2019-yil 5-aprelda o'z kuchini yo'qotgan bo'lsa, Maktabgacha ta'lim vaziri va Toshkent viloyati hokimligi tomonidan 2018-yil 9-iyulida imzolangan 0027/11 sonli Maktabgacha ta'lim sohasida davlat xususiy sherikchilik to'g'risidagi qo'shma bitim nega o'z kuchida turibdi? Ikkinchi, bog'cha qurilmagan, pedagog va bolalar umuman jalb etilmagan bo'lsa, qo'shma bitimni bekor qilishga kim yoki nima to'siq bo'lmoqda? Uchinchi, tadbirkor 1253-sonli qaror bilan sobiq bog'chani rekonstruksiya qilish uchun ham kredit olganmi? Olgan bo'lsa, 0.15 sotiq yer maydonida 150 o'rinli bog'cha qurish uchun Aloqa bankidan olingan 2,5 milliard so'm 1% imtiyozli kredit mablag'lari qayerga sarflangan? Bunga kim javob beradi? Bir guruh murojaatchilarning haqli e'tirozlariga panja ortidan qarayotgan mutasaddilar
masalani jiddiy o'rganmayotgan tegishli huquqiy idora vakillari, Toshkent viloyat prokuraturasi hamda maktab va maktabgacha ta'lim vaziri, Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayevdan adolat tiklanishi, davlat manfaati poymol bo'lishining oldini olishda amaliy yordam ko'rsatib, prezidentimiz ishonchini oqlashlarini umid qilib qolamiz. Bugun Quyuchirchiq tuman hokimligi rasmiy ma'lumotnoma berdi va bu ishlar endi siljishiga ishonamiz.